Assalomu alaykum. Hozir bizning ustalarimiz shu mashinaga qishki nima servis xizmat ko'rsatish kerakligini jarayonni ko'rsatib berishadi. Siz o'zingizni bilimingizni bemalol tekshirib olsangiz bo'ladi. Ya'ni videoni oxirigacha ko'rib, nima jarayon bo'lganini topishingiz kerak bo'ladi. To'g'ri javob B. Shinadagi bosim va holatini tekshirish. To'g'ri javob A. Podveska qismini tekshirish. To'g'ri javob C. O't oldirish svechalarini holatini tekshirish. Ushbu servis xizmatlarini qishdan yaxshi o'tkazib olish uchun tavsiya qilib qolamiz. Siz nechta to'g'ri javob topdingiz? Kommentariy yozib qoldiring. Agar kiyingizni to'liq qishga tayyorlamoqchi bo'lsangiz, sizni O'zbekiston rasmiy servis markazlarida kutib qolamiz.